Tojik jangchisi Fazliddin Karim Humoyun To'xtamurodov bilan jang qilishini xohlashini aytdi. Humoyun To'xtamurodov Nur-Sultonga atvet qildimi? Bugungi mavzumiz shu haqida. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang, chunki YouTubedan daromad yo'q. Videomiz faqat siz uchun. Tojik jangchisi Humoyun bilan jang qilishini xohlashini aytdi. U hozir haypda, u haqida barcha gapirmoqda. Shu uchun u bilan oktagonni bo'lishni xohlayman dedi tojik jangchisi. Siz nima deb o'ylaysiz? Ushbu jang tashkil etilsa kim g'alaba qozonishi mumkin? O'zbekistonda siz kim bilan jang qilishni xohlardingiz? Oktagonda yoki boshqa turnirda, ligalarda? А с других лиг, типа бойцов, я не так много знаю, но имена не смогу сейчас назвать, но мне интересно Хумоюн, я бы с ним разделил бы октагон, если в дальнейшем когда-то предложили бы мне с ним поединок. Если он в легком весе дерется, я просто не следил, не знаю, в каком весе он дерется. Если он дерется в легком весе, я бы с ним разделил с большим удовольствием октагон. Humoyun To'xtamurodov. Humoyun To'xtamurodov bilan? Ну, Хумоюн знаю, не знаю, как там дальше. Ну, короче, у вас там в данный момент, я думаю, что он на хайпе, о нем его все знают, о нем разговаривают, поэтому мне было бы интересно в дальнейшем, если когда-то мне предложат такой поединок. Nur-Sulton Ro'ziboyev o'zbek jangchilari va liga haqida qattiq gapirdi. O'zbekistonda bo'lgan turnirlarga keladigan bo'lsak, hech qaysisini ko'rganim yo'q. Rezultatini 80-90% nima bo'lishini bilardim. O'zim sportimdan kelib chiqib folbin emasman, shu uchun ko'rmadim. Hech qaysinisini odamlarning yozganiga qaraganda hamma yo'q shashvar bo'libdi. Men gapirsam gapim yoqmaydi hech kimga. Prosta to'g'risini gapirganligim uchun yoqmaydi. Yoqmasa o'zlari biladi, birovga yoqay deb gapirinman. Shu uchun meni fikrimni tushundinglar. Humoyun To'xtamurodovni Nur-Sultonga atvet qildi degan sarlavhalar bilan videolar tarqalmoqda. Keling birgalikda ko'ramiz va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu murojaatda Humoyun To'xtamurodov aynan kim haqida gapirmoqda? Shuning uchun men aytaman-ku, sportchi do'stlarim, meni gapirtirmanglar. Men gapirsam, o'zlaringga qo'yerga joy topolmay qolasizlar. Keyin akalaringga video qildirishga boshlaysizlar. Sanlar o'rnilaringga akalaring video qilib chiqishni boshlaydi. Tegmaganga tegmasdan jim o'zingning yo'lingda yuraver, aqlli bola bo'l. Xabar bo'lib yurasan. Stolda o'tirib kino bo'lib ketdi hammasi deb yozib qo'yasan, mana как будто birov seni qovog'ingdan qo'rqib ketadi. Jam o'zingning yo'lingda yuraver. Shunaqa xarakterda qolsang, bu mendan senga maslahat, bepul. Boshqa payt pulga ham ololmaysan, ukajon. Mana shunaqa isqat xaraktering bilan qolsang, UFC ga kirasanmi, KFC ga kirasanmi, itska emas, bildinglar kim bo'lib qolib ketishing.